Üçüncü bab. Yahudilarning Nikodim ismlik bir kengashma kotibi ishi bor edi. Farislardan bo'lgan bu odam bir kechasi Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Taqsir, sizning Xudo avatgan bir ustoz ekanligingizni bilamiz. Chunki Xudo bilan birga bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat va mo'jizalarni qat'iy ko'rsatmaydi", dedi. Hazrati Ayso, "Bilib qo'yingki, hech kim qoidadan to'ralmaguncha Xudoning podsholigini ko'rolmaydi", dedi. Nikodim, "Yoshini qolgan odam qandoqmi qoidadan to'ralsin? Onasining qo'sig'iga kirib, qayta to'rilishi mumkinmi?" deb so'radi. Hazrati Ayso mundaq javob berdi: "Bilib qo'yingki, ham sudin, ham Xudoning ro'yidan to'ralmaguncha hech kim Xudoning podsholig'iga kirolmaydi. Ota-onasidan to'ralganlar jismoniy hayotlikqa ega bo'ladi. Biroq Xudoning ro'yidan to'ralganlar ruhiy hayotlikqa ega bo'ladi. Sizga qoidadan to'rilishinglar kerak desam, hayron bo'lmang. Shamol xohlagan yerida chiqadi. Siz uning ovozini anglaysiz. Lekin qayerdan kelib, qayerga ketadiganligini bilolmaysiz. Shuningga o'xshash, Xudoning ro'yining kishilarga qandoq qilib hayotlik ato qiladiganligini bilolmaysiz." Nikodim Hazrati Aysodan, "Bu ish qandoqmi mumkin bo'la?" deb so'radi. Hazrati Ayso uningga mundaq dedi: "Siz Isroillarning muhim ustozi turuqliq, bunimi tushunmamsiz? Bilib qo'yingki, biz bildig'inimizni va ko'rganimizni aytsaqmi, sizlar yanala bizning guvohligimizni qabul qilmayapsizlar. Sizlarga bu dunyo to'g'risidagi ishlarni aytsam, ishonmagan yerda arish to'g'risidagi ishlarni aytsam, qandoqmi ishonisizlar? Hech kim arishdagi ishlarning qandoq ekanligini bilmaydi. Chunki hech kim arishdan tushgan emas. Lekin inson o'g'li bularni biladi. Chunki u arishdan tushgan. Toshdan yasalgan yilon Muso payg'ambar tarafidan cho'lda o'layotganlarni qutuldirishi uchun limda egiz ko'tarilgandek, inson o'g'li bo'lgan menmi shundoq egiz ko'tarilishim kerak. Shundoq bo'lganda, menga e'tiqod qilganlarning hammasi mangulik hayotga erishalaydi. Chunki Xudo dunyodagi insonlarni shu qadar suyidiki, o'zining birdan-bir yagona o'g'liga e'tiqod qilgan har bir kishi halok bo'lmay, mangulik hayotga erishishi uchun uni qurbon bo'lishga avatib berdi. Xudo o'g'lini dunyodagi insonlarni so'roqqa tortishga emas, balki ularni qutqizishga avatdi. Uningga e'tiqod qilganlar so'roqqa tortilmaydi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, allburun so'roqqa tortilgan bo'ladi. Chunki ular Xudoning yakka yagona o'g'liga e'tiqod qilmagan edi. Ular doim yomonlik qilg'ashqa, haqiqiy nur dunyoga kelgan bo'lsa-mu, ular bu nurni emas, zulmatni yaxshi ko'rdi. Shunga ular jazoga tortiladi. Kimdi kim yomonlik qilsa, nurga o'sh bo'ladi. Va qilgan atkanlarim oshkor bo'lib qolmasin deb, nurdan qochidi. Lekin kimdi kim haqiqat bo'yicha ish qilsa, ishlarimni Xudoga tayinib qilganligim ma'lum bo'lsin deb, nurga yaqin keladi. Bu ishdan keyin Hazrati Ayso shogirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga bordi. Hazrati Ayso ular bilan birga u yerda bir mazgil turib, kishilarni cho'mildirdi. Shu chog'da Salim yezisining yendiki Aynon degan yerda Yahyo payg'ambarmu kishilarni cho'mildiryotdi. Chunki u yerning suyi mo'l edi. Kishilar uning oldiga kelishib, cho'mildirishni qabul qilishatdi. Bu Yahyo payg'ambar texi zindonga tushmagan vaqt edi.
Yahyo payg'ambarning shogirdlari bir Yahudi bilan tozalanish dini qoidasi to'g'risida talishib qoldi. Shogirdlar Yahyo payg'ambarning yeniga kelib, "Ustoz, o'tganda Iordan daryosining u qitida siz bilan birga bo'lgan, o'zingiz bu odam mendan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryotidi. Endi hammasi bizdan qechib, uning yeniga ketyotidi" dedi. Yahyo payg'ambar mundaq javob berdi: "Xudo bermasa, inson hech nimaga erisholmaydi. Men sizlarga men qutqizg'uchi Masih emas, faqat uning oldiga kelgan yo'l hozirlag'uchi degan. Buningga sizlar o'zinglarmi guvohlik beralaysizlar. Qiz cho'qim o'zi bilan to'y qiladigan yigitga mansub bo'ladi. Qo'ldosh bo'lsa, yigitning tayyorlig'ini qilib, uning kelishini kutadi. Ham uning ovozini anglab, xursand bo'ladi. Shuningga o'xshash, menmi Hazrati Aysoning kelishidan xushallanib, qin-qinimga patmay qoldim. Endi uning shuhrati o'sishi mening bo'lsa tövəllishi kerak. U arshdan kelguvchi bo'lib, hammadan ustundir. Men bo'lsam bu dunyodan kelguvchi. Shunga qiladigan so'zlarimmi bu dunyodagi ishlar bilanla cheklanadi. Arshdan kelguvchi hammadan ustun bo'lib, u o'zining arshda ko'rgan va anglaganlarga guvohlik beradi. Biroq uning guvohligiga ishonganlar nihoyat oz bo'ladi. Halbuki uning guvohligiga ishonganlar Xudoning haq ekanligiga guvohlik berdi. Xudo avatgan qutqizg'uvchi Xudoning so'zini so'zlaydi. Chunki Xudo o'z ruhini uningga oyimasdan berib kelmoqda. Arishdagi otimiz o'g'lini so'ydi va hamma ishlarni uning qo'liga topshirgan. Xudoning o'g'liga e'tiqod qilgan kishi mangulik hayotga erishgan bo'ladi. Lekin uni rad qilgan kishi mangulik hayotdan mahrum qoladi-da. Xudoning g'azabi mana shundoqlardan mangu neri bo'lmaydi.